Banda gunoh sodir qilsa, gunoh ishni qilsa, Alloh uni jazolaydi. Bir bandani Alloh taolo jazolamadi. Bitta gunoh qildi, ikkita gunoh qildi, uchta gunoh qildi, lekin jazo kelavermadi. Jazo deganda bu banda, bu gumroh banda faqatgina bir moliga yoki joniga zarar yetishini o'ylayapti. Qaytaramiz. Bandadan, mo'min bandadan gunoh sodir bo'lsa, Allohdan jazo keladi. Shu bandani Alloh qancha ko'p yaxshi ko'rsa, qancha yaqin bilsa o'ziga, jazo tezroq keladi. Mo'min bandadan gunoh sodir bo'lsa, agar Alloh shu bandasini o'ziga yaqin olib yaxshi ko'rgan bo'lsa, jazoni tezlab berar ekan. Endi biz aytayotgan bu gumroh banda bitta, ikkita, uchta, 10 ta gunoh qildi, jazo kelavermadi. Shunda turib dedi ichida, Parvardigor, senga osiylik qilsam ham meni jazolamayapsan-a? Alloh tomonidan uni qalbiga shunday bir shuur tushdi. Go'yoki Alloh taolo dedi: "Ey bandam, seni jazolab qo'ydimmi? Sezmadingmi? Menga munojot qilish ne'matidan seni mahrum qilib qo'ydimmi? Menga munojot qila olmay qolding-ku, shu jazo edi, sezmayapsanmi shuni? U jismoniy yoki moliy keladigan jazodan ko'ra og'irroq jazo. Sunnatga xilof ishlaringiz bor. Shularni qilib turib namozga turasiz. Masalan, suvni tikka turib ichdingiz. Tahoratda chola-cholpu qildingiz, namozga turdingiz. Qandaydir namozingizda bir nuqsonni his qilasizmi, yo'qmi? Ha? Namozni orqaga surdingiz yoki biron sunnatni tark qildingiz, qalbingizda bir qattiqlik yoki bir Allohdan uzoqlashganingizni his qilasizmi, yo'qmi? Qalbida xushusi bor odam bitta shunga o'xshagan xatoni qilganda his qiladi o'zida. Alloh bilan o'zining o'rtasiga parda tushib qolganini. Birodar, seni turmushing har qancha zo'r bo'lmasin, topish tutishing har qancha katta bo'lmasin, uy-joying hashamatli bo'lmasin, bularning hammasi seni ko'zingda qadrsiz bo'lib qoladi agar Allohdan uzoqligini his qiladigan bo'lsang. Allohdan uzoq bo'lib qolganini his qilsang, bular senga tatimaydi.